Toshkentga, Toshkentdan Saratovga, Saratovdan Toshkentga haftaning seshanba hamda kunlari ketilinadi. Biletlarimiz narxlarini bilasizlar. Nimadirlar bo'ldi? Voy. Aziz hamyurtlar, nimadirlar efirlarimizda to'xtalishlar bo'ldi. Men bor uzr so'rayman. Nima sababdan bo'ldi bilmayman. Yo'l kira qanchadan bo'lyapti? Mahmudjon Abdurahmonov qaysi shaharga ketmoqchi edingiz? Yozib yuboring shuni. Efirimizda uzilish bo'lib qoldi. Men bor uzr. Nima bo'ldi? Nima sababdan bo'ldi? O'zim ham tushunmadim. İnternetim ishlamay qoldi. İnternet o'zini-o'zi ishlamay qolyapti. Shunaqa bo'ldi. Kerakki, taqqada zagruzka tashlaveryapti, ishlamay qolyapti, keyin ishlab ketyapti, nimadirlar bo'lyapti. O'zim tushunmayapman. Shunaqa gap azizlar. Qotib qoldimmi? Qaytamiz. Padilitsiya qilamiz. Qatib qolgan bo'lsam, padilitsiya qilib yuboraylik azizlar. Like'larda bosib bosamiz azizlar, bosib yuboramiz. Ko'zim ochkiyim taqib olaverchi. Kelinglar aka. Assalomu alaykum. Ha, men Moskvami? Ha, o'tiringlar aka. Luboy joyga o'tirib turinglar hozir. Boshqa avtobus keladi, aytishdimi? Boshqa avtobus keladi, bu shundan. Prosta bu haliroq keladi. Yo, boshqa avtobus. Kim aytdi? Amaru gaplashgan odammiz. Nechi nomer? 9991 Yo, u aka reys vaqti soat 8:15 ga qo'yilgan ekan, lop emas bu. Davlat reysi yo'q. 8:15 ga. Yo, 3 ga hech kim yetib kelmaydi. Aka biz soat 4 ga ham qo'yib berdik-da reysda. Reys vaqtini 4 ga qo'ydik, odamlar yetib kelmadi. Mana yerda avtobus qo'yib kutib o'tirdi dedi. Reys ochilgandan keyin chiqib ketish kerak dedi. Tamojnida. Bo'ldi aka, bashirga 8:15 ga reys ochilgan aka. Anda ham ishlamadi. Ha, nimasini aytasizlar? Shunaqa birozgina ishlamay qoldi hozir. O'zini-o'zi telefonlar ishlamay qoldi internetda. Seniki ham ishlamay qoldi. Ha. O, Nurlanni odamlar olib borib bering. Aka, ona. Ya, ketadi. Olib bormaysan. So'mkalar qolaversin. Menda ham ishlamadi. Ha, shunaqa azizlar, bosamiz, yozamiz. Like'larda bosamiz, kommentariyada qoldiramiz. Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Krasnodarga, Krasnodardan Toshkentga направленияsi. Kelish istagida bo'lganlarga shuncha nomerlar ekranlarda. Novayasinadan pretenziya qilmayaptimi granitsada? Nosvoyda ekan. Nos erkakka xos, chekma iplos. Yangisi. Nos erkakka xos, chekma iplos. Ular desam so'kishadi ko'p, chunki juda ko'p noskashlar bor. Mana yerda o'tirgan mana akamiz ham bor, meni so'katda bekatda mana Zohid akamiz. Nos chekatsa, Zohid aka? Yo'q, men chekmaganman. Zohid akamiz ham nos chekadi. Men endi o'zbekchasini aytaman. Nos erkakka xos. Chek faqat O'zbekistonda xolos. Chekish O'zbekistonda xolos, chunki boshqa joyda zapрещен. Nos so'raganingizga Sanjar Javliyev nosga hech narsa demayapti, soqqasini bersangizda. Rahmatulloh. Do'stim, qachon ketamiz birga? Nima deysiz? Ты русский? Дима, ты думаешь, я русский, да? Вот смотри ты мне глаза, вот так, вот смотри. Мне глаза русские, что ли, да? Это чисто черный. Rahmatulloh. Moskva deb ayt, Sankt-Peterburgga. Akamiz o'tirib olgan, boshliq, endi aytamiz iloji yo'q. Akalar, ukalar, assalomu ko'ksimni qo'limga qo'yib olaymi, qo'limni ko'ksimga? Qo'y. Qaysi biri? O'ng qo'lingni o'ng chap tomonga qo'yib tur. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Toshkentdan Moskvaga haftada 4 kun, dushanba, seshanba, juma kunlari reys. Sankt-Peterburgga через Moskva ketilinadi. Moskva shahriga ketmoqchi bo'lganlar 850 ming so'mdan to'lov qilasizlar. Sankt-Peterburg shahriga ketmoqchi bo'lsanglar 1.100.000 so'mdan qilasizlar. Agarda kelsanglar, meni ko'rib kelganinglarda Zohid akamizga o'xshaganlar qo'shtiraman deb 960 ming so'm, Peterga 1.200.000 so'm desa, menga murojaat qilaveringlar akalar. Men shu yerdaman. Meni ko'rib, uka siz efirda premye Moskvadan Toshkentga 850 ming so'm, Petergadir 1.100.000 so'm desanglar, bo'ldi akalar mana. Eslab olinglar meni. Qo'lim ko'ksimda doim sizlar bilan birga. Bitta o'lchab, bitta kelsa ham bolalar xizmatlarda.